O'rtoqlar, bugun biz Texnogarant servis markazi xodimlari bilan birgalikda Gematologiya bolnitsasiga kelganmiz. Bu bolnitsada 600 kilovatli ikkita chiller o'rnatilgan. Bu chillerlar binolarni sovutishda ishlatiladi. Bu chillerlarni biz hozir profilaktika ishlari olib boramiz. Profilaktika ishlari o'zi konditsioner sohasida juda ham muhim hisoblanadi. Konditsionerlarni yiliga 2 marta kamida profilaktika qilish kerak. O'rtoqlar, bu chillerlarimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, 2020-yilda o'rnatilgan. Mana 3 yildan beri ushbu chillerlarga xizmat ko'rsatib kelinadi. Bu chillerlar R134 freoni bilan ishlaydigan chillerlar hisoblanadi. Profilaktika qilishda radiatorlarni tozalash eng muhim jarayonlardan bittasi hisoblanadi. Sababi radiatorlarning vazifasi freonni sovutib berishdan iborat. Agar freon yaxshi sovimaydigan bo'lsa, birinchidan chiller unumdorligi pasayib ketib qoladi, ikkinchidan elektr energiyani sarflash ko'tarilib ketib qoladi. Hozirgi paytda o'zi elektr energiyani narxi oshib borayotgan paytda bu mijozlarimiz uchun ortiqcha xarajat hisoblanadi. Shuning uchun buni changlardan yaxshilab yuvib tozalab turishimiz kerak bo'ladi. Radiatorlarda ezilgan joylari bor, ko'rib turibsizlar. Bu ezilgan joylarini yaxshilab maxsus taroq bilan taraladi, to'g'irlanadi. Bu holatda agar qoladigan bo'lsa, birinchidan chillerni vidi buziladi, ikkinchidan bu ham qaysidir ma'noda shamolli aylanishini to'sadigan bir holatlardan bittasi hisoblanadi. Elektr bloklarini changlardan yaxshilab tozalaymiz, chillerni va keyin vibratsiya oqibatida